Xo'sh, vatandoshlar, Navoiy shahrida yashaydiganlar yana chiqindiga to'laydigan joyini o'zgaribdi. Oldin Darxondan o'tgandan keyin eski Sakson magazini atrofida edi. Hozir shu ana shu ko'chgan mana. Mana. Bu Gulbozordan o'tganda o'ngga burilasiz. 9 bozorga qarab burilganingizda Karzinka turibdi. Karzinkani orqa tomonida. Ana shu yerda. Agar juda ham adashib ketsangiz, bilmasangiz 1265 ga telefon qilasiz, sizga adresini tushuntirib qo'yishadi. 1265 qisqa raqami. Keyin to'lov masalasi bo'yicha men so'radim. Mana oldindan to'lab qo'ysa hisoblamaydi, kompyuter qarzdorlik chiqaraveradi degan gapim yolg'on ekan. Hozir kelayotganda bir taksi aka bilan gaplashsak, oldindan pul to'lamang, hisoblamaydi, qarzdorlik chiqaradi. Bunday emas ekan. Misol, bitta uyda 3 kishi turadi, 5800 so'mdan bir oyiga Navoiy shaharga. Deylik 20 ming so'm pul to'laysiz bir oyga. Siz 12 oyligini hisoblab 1 yilligini shunday 200 ming to'lab qo'yasiz, o'sha pulingizdan yechib olaveradi avtomatik. Har oy 15-20 mingdan pul to'lashga imkoningiz bo'lmasligi mumkin, vaqtingiz bo'lmaydi, esidan chiqib ketib qoladi. Xullas, ortiqchasi bilan to'lasangiz o'sha puldan yechib oladi. 5800 so'm Navoiy shahariga. Karzinkaning orqa tomonida. Orqa tomonda bitta bino bor, uni orqa tomonida. Tushunarli? Salomat bo'linglar. O'sha ko'pchilik adashib yuribdi, adres topa olmasdan. Shularga tashab qo'yinglar, qiynalmasin.